Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillah ve salatu vesselamu ala Resulillah ve ala alihi ve sahbihi ve men vela. Rabbena heb lena min ledunke rahmeh ve hiyyi lena min emrina raşida. Amma ba'du faqala Allah subhanahu ve taala fi suratul Bakara: "Fe iza belagna ecelahunna." Eğer ularning iddeti to'shsa, "Fala junaha alaykum." Sizlar günah yok. Fima fa'alna fi anfusinna. Ular özleri hakkında şunda söz saldırığa yasınıp özünü köstüp kıysa meyledi. Yani toyuklaydı gellerge özünü köstesi meyledi. Aleyküm diyendeki hitap hazır lil eimma vel hukkam deptu. Yani şu Hanefi mezhebinin mesela eimma vel hukkam ya ki el muslimun desek buldu. Veli demek. Veli deptur olmuyor. Eyyuhel evliya a'immet vel hukkam. Demek hem bir ayal onun to'sib geç to'y qildi. To'sa hukumatdan unga sen chataqchi qilding deb e'tiroz bildiramda ya. Ya qonun ijodini javobgarlikka tortolmaysan unda. Yoki umum musulmonlar qartilgan bo'lishi mumkin. Ey musulmonlar, bunday holda siz gunoh yo'q. Hamma joyida bo'ldi dedim. Xuddi masalan, bu unda yasinib arsuz saldarozga ko'randim bu. To'y qilish uchun shunday ko'ransa bo'lmaydi. Sirmini tortib chiroyli kiyimni kiyib, olaman degan yigitga unda ko'rinadigan gap. Bu cheklanadigan ish emas demakchi. Siz uni to'smasanmi, gunohkor bo'lmaysizlar. Agar burun oliyda tugashdan burun bunday qilsa, uni cheklash kerak shu. Al-amr bil ma'ruf va nahy anil munkar vojib bo'lgan ekan, mana chiroyli ish qilsa dedi. Fima fa'alna fi anfusihinna deganda nikoh ishlarini o'rinlashtirish. At-ta'arrud lil xuttab. So'z saldumoqchi bo'lgan, ya'ni xotinlanmoqchi bo'lganligiga, chiroyli rasmlab o'zini ko'rsatishgan bo'ldi. Bil ma'ruf degani shariat tunuydigan holatda degan. Shariat e'tirof qilgan, tunuydigan, ruxsat qilgan doirada nima qilsa mayli. Vallohu bima ta'malun xabir, alimun bil bawatin. Demak ham bu iddat holatida surma tatmaydi, unda bo'yoqni ishlatmaydi, kiyimning oliy-bolini kiymaydi. İddat to'shqandan keyin endi xaridor kelsa buldiga vaqt bo'ldi. Qanday qildi? Surma tatimiz shu chog'da shunday ruxsat qildi. Hozirmi shunga loyiq endi bir yasindigan ishlar bor. Chiroyli ko'rinadigan ishni qilib ondan ya bir yigit qilib falan adresini ko'rmoqchi ekan desa yasinib chiqib turib turgan. O ko'yab unda chiroyli ko'ringan ekan, to'y qilg'iz qildi. Bo'lmasa iddat holatidek vayron nima qilsa, olmayman bunda ketdi. O'zima yerimda qolganini gidi chekilmaydi. Ha. Agar da talaq qilib o'tib, Raji talaq qilgan bo'lsa, raji talaq qilsa, kuch talaq qilgan bo'lsa, aydati bu vaqtda menda yasinib. Raji talaq qilgan bo'lsa yasansi bo'ldi, chunki yerini ko'zi chiroyli ko'rina bossa qaytaradi. Makrak yasanish kerak. Erini ko'zi ochiqtirib kerak. Shuna erning uyda turdi deb qo'yinglar. Erning uyda turishi la Alloh vaqti ba'da zalika amra. Undan keyin paydo qilish nima? U kun unda kiragan ekan bu aslan xotin mayklanglar deb ablishib qolgan. Bil ma'ruf. Lekin cheklangan dairada yasalmaysa, hozir cheklangan dairada yasandigo, avratini ichib, yerim yalang'och ulab, har xil ishni qildi. Bu cheklangan dair. Ma'ruf degani o'shada muhim gap ma'ruf. Lekin shariat doirasida sharmiy hayo bilan amanda chiroyli nima qilib, ya Misr parisi masalan yigit so'zsal do'g'lamada ko'ngil kelgan bo'lsa, bir choy ichib nima qildi? Choy chiqqan chog'da ko'rdi. Biz ham da qarashda nimaga qarshi bo'ldi deb Rasulullohning shu buyurganimiz shu fanzur ilayha fa innahu ahra yu'dama baynakum dedi. Fanzur ilayha fa inna a'yunul ansar shay'a dedi. Sahabalar shu daraxtlarlikqa mukab turib qaramishgan nima ammoqchi bo'lgan qizlarga. Shu aşağıda olsa bir xabnasdan farzamesligini. Shu hozir hamda unda daraxtlarlikdan qaragan chog'da davomli qo'lni qamda qabutlamaydi. Şuna ne iş karaydı deganda biz talash tasib bayqilib o'tdik-ku bidayatilmish daytda. Ba'zilar yazım ba'zida ya uy shikimlar bilan bilaklarida nima bo'lsin bo'ldi. Ba'zisi shu tug'ilma holat qarsam bo'ldi deydilar. Zohiriy mazhabchilar. Demak ta'arrul xuttab. Hatta bu mushahada ta'arrul xuttab degan iddat to'shqandan keyin bu ayol agar ta'arrul xuttab mahsub bo'lsa, iddatni sundirish uchun, hozir sundudi degan bir gap bor bizda. Hozir sundirish uchun bu ayol girim ishlatib kiyim-kechakni normal oddiy sho'xroq kiyimlarga almashtirib qilib qo'yish kerak. Chunki Rasululloh hadisda la tahillu limratun tu'minu billahi an tahudda fawqa 3 ayyam illa ala zawjin 4 ashhur va ashra dedi. Davomdan
haram bo'ldi degan. Agar 4 oy 10 kundan keyin mo yoki boshqa ero'lak ketgan ota-ona so'ragan 3 kundan keyin ortiq qazib olsa haram degan. Şuna Resulullah'ın ummatil mu'minin emas ki bazı endalimi qilgan chaqda atoydan unda yasinish nimasi bo'lmasimi, ko'ngli xolamasimi, atoyda atirni qilinglar, sumni qilinglar deb nima qilib atirni chechib bunda qilgan. Yani bu uyishlik gap, ha? Nima uchun desam, harom ishni qilmaylar. Allohning amriga taat qildi deb qo'yar. Bunaqa bijillar bunda boshqa o'zini tashlab bunda turasa, Erondan ikkinchi xotinimizni izlaydigan chata. Demak, ma uyni ailni shunda qo'ydigan islom nimasi nizomi ashunam bir tarafdan mukammal. Bunda yo'chiq qo'ymoqlik. Erida kescha, adiyasini qadim yo'qmi? Bu chaqda 4 oy mumkin deb tutsam bo'ldi. Shuningdek, ayolninki masalan uyning ichida yo'ldoshlar uchun chiroyli qiyosinib yurishini Rasulullohning so'zidan bunda bir sunnatga yoki bir ayollarga targ'ib ish ekanligini bilib sunnat targ'ib emas, xuddi farz vojibdek ish yo'q. Tosh oilni haramdan saqlab qoldigan, oilni ashuna ittifoq ashunda mehr-muhabbat bilan saqlab qoldigan, qo'dab turadigan ish shu. Chattaq qilib bizning vatanda ayollar shu masalan to'y-to'yga mijaga vasana, sanqotdan chiroyli kiyimlarni deb kiyib, 2 soat farz qildi. Uyda o'tsa juzli kiyim bilan tashladi shuni. Shu hadisda marat salat degan qanda idan nazarta ilayha sirratga. Qanday chaqda sirrat qildi? Chiroyli qilib o'tgan chaqda sirrat qildi. ولا جناح عليكم فيما عرضتم به من خطبة النساء. Ayollarda iddat ishida yasinib nuqish bo'lmaydi. Iddat to'shqandan keyin yasinib oldiganlarga unda ko'rans bo'ldi deb tushunama. Endi bu erlarga xitob qilyapti. Islomda ayollarni so'z soldirishda, ya bunda taklif berishda yapti gaplar bilan, dardmi gap bilan bunda dardmilab ishorat qo'ysang gunoh bo'lmaydi. İddet vaqtida sen bu eri o'lib ketdi bundan. O'lib ketgandan keyin ya bu odam burun o erishirga unda bir alayda arzu qilib qolgan ayol bo'lishi mumkin. Eri o'lib ketgandan keyin hamda aman asam bo'ldigan bo'ldi deb bu ayolga iddet ishida ama iddetini to'shqandan so'ng olama deb mana deyishib qo'ysang bo'lmaydi. Lekin da yapti gap qilib har turli ham shuni ifodalaydigan da dardlab shu ma'noni yetkazadigan nimani ishlasang bo'ldi deydi. Ochiq demak. Al-khutbatu al-istinkah. Xutba degan harfini zir o'qsa, nikohni talab qilish degan. Bu talab qilish nima bilan bo'ldi? So'z bilan. Xutba degan so'zga nutq so'zladi. Demak, shu xotin oldigan chaqdimanda, men sizni olay deyma, ya'ni deb unda bir so'z lozim bo'ldi. Demak, nikohni keltiradigan so'z xutba deb ataldi. Hani munbarga chiqib so'zlasak, bu xutba bo'ldi. Chegi beramda. Aslida bir nutq hamda bu. Va ta'ridu an taqula laha innaka la jamilan. Masalan, yapti gap degan, qanday daritlar yapti gap degan ishorat qilib, aqlga ishorat deb qo'ymizga, ishoriy gap degan qanday ayol jimaslar. Aw saliha yoki sizlar xudo axloqi taqdir ayol. Va min gharadi an atazawaj an men va o'linish nimam bor. Ko'nglimda bunda bir planim bor. Ya nima olaman deganga qilmaydi. Bizning ahvolimiz da bayqib turadi. Men o'zimni bir o'lnay deb bunda obdan bir ayol izlab kelayotgan. O'zlarim shunda obdan ayol kelaman. Bunda desa bu daha men sizni alay tigin degan gap bo'lmaydi. Qo'shqonmayamda ayollar meni erishni xohlaydigan degan tushundim. Wa nahwu zalika min al-kalam al-muhim anna yurid an-nikah. Demak, ashuni nikoh erishni xohlaydiganligini da uqtirdigan shunda turli so'zlarni qildi. Hatta tahbisa nafsaha alayhi in raghibat fi. Demak, ayol iddat to'shqandan keyin ashuni tegishni xohlab qolsa, boshqa xaridor kelsa, javob bermay ashuni kutib turdi dedi. O'tganda bunda bir dard mulab qo'yib ketgan elchi vatida shu deb saqlab turdi. Wala yusarrihu bin nikah. Demak, nikoh qilish, olay, nikoh olay degan qat'iy qilmadi. Fala yaqul inni uridu an atazawwajaki. Masalan, sizga o'linishni xohlayman, erishni xohlayman demaydi. Wal farq baynal kinayati va ta'rid. Kinaya bilan ta'rid farqi nima? Kinaya degan aslida bu bir xil so'zni ikki xil ma'noga ishlatilgan, lekin odatga normal ma'nosi maqsad emas, bunun boshqa bir ma'no maqsad. Tawilun najat nima? Kasir rama deganda qo'li uzun, qo'li qisqa deymizga. Ashunda gapning hammasi kinoya. Balki ras qo'li uzun odamni demakchilar qo'li uzun deyishimiz mumkin. Yoki hamma ishni hal qila oladigan munosib kuchli
iqtisodiy imkoniyati bor odamning qo'li qisqa degan nima rostini bildirishi mumkin. Amaliyotda rost qo'li qisqa bo'lishi mumkin. Qo'li agri desak, rost agri bo'lishi mumkin, lekin o'g'ri degan bo'lishi mumkin. Bu kinoya, ikkiga ishlaydigan. Lekin ta'rif degancha bu sal farqi bor edi. Annal kinoya an tadkura shay bighayri lafzil mawdu lahu. Demak, bir narsani odat uning ishlatilgan so'zni ishlatmay, boshqa bir mazmunda ishlatsang bu kinoya bo'ldi. Va ta'rif an tadkura shay'an tadullu bihi ala shay'in lam tadkuruhu. Ana. Sen tilga almagan narsani va tilga olgan so'z bilan ifodalab beradigan narsa bo'lsa, bu ta'rif bo'ldi. Kama yaqul muhtaj lil muhtaj ilayhi. Mesela muhtaj kishi yardım qilamiki deganini deydi. Ji'tuka li usallima alayka. Ko'rishib o'tib ketay deb ketdim deydi. Aytim bor demaydi. Va li anzura ila wajhikal karim. O'zining muborak yuzlari chiroylarini bir ko'ray deb ketdim. Lekin maqsad boshqa. Jinni tasiribdi endi. Va lidalika qalu wa hasbuka bit taslim minni taqadiya. Dalaqat assalomu alaykum bir ko'rishib o'tay debdim desakmi bo'ldi kunlar. Dabi nima qilganda. Mana va hasbuka assalomu alaykum degan gap chiqdi. Va hasbuka bit taslim minni taqadiya. Va she'rninki yerima masalan. Shoirning o'tga aruhu bi taslimi alayka va aghtadi. Aruhu bi taslimi alayka va aghtadi va hasbuka bit taslim minni taqadiya. Men sana aruh degan aytganni berish, nima? Aghtadi degan kuchni berish desak, masalan, aytganda oqshima aytganda tushda assalomu alaykum deb qo'yma. Lekin mening ashi assalomu alaykum deb qo'yganim pulni tutqunim shu, ta'zimni suydiganim shu deb. Assalomu alaykum deb shunda ko'rinib qo'ysang ham bo'ldi. Qazda qazni isigirib pulni bering deb salom qilyapti deb tushundim dedi. Ajoyib ekan bu. Va ka'annahu imalatul kalami ila gharadin yadullu ala al-gharad. Bu xuddanda ash maqsadni muddani ifodalab bergan boshqa bir yerga gapni bunda to'lg'andek bir eshitadi. Xuddi masalan, onam sizga bak amroq, to'qmoqchi yigit hamda xonimga onam sizga bak amroq degandek. Bunda gapni qilsam shuni bildirdim-da. Kelin qilib olay degan maqsad bo'lganda gunoh bildirdim. Ayolga nisbatan bevos gap qilishning gapini aytadilar. Shu. Lekin valilarga ya shuning oilasiga gap qilishimiz uchun. Valilarga gap qilmaydi. Nikah to'g'riliq so'z ochmaydi. Xitbadan nisa buni. Shu xitbani hozir balki valilarga berib deyishi mumkin. Valilarga qizdan nasan bo'ldi desa bo'lmaydi. To'g'rini valisi uzgular. Valisi o'zi bo'lmaydi. Lekin o'zi to'y qila olamdi, qilamanmi? Valiga ehtiyoj bormi deymiz. Ha, valisi degan boshqa. Ya buni masalan ya atogin abi bir necha kun o'tgandan keyin mehmon boshlab kelmasin uyga degandak. Unda nima qilsa balki bu dasqa masalan bizning vatanda dasqa opirga ochmamdi. Ashta qilsa bo'ladimi? Dasqa opasa u so'zaldigan bo'lmaydi, lekin ashunda bir so'zaldigan vaqtda qildigan ishlanadi. Qizlarni bir bolamizga opiraydi degan gap yo'q. Yoki degan gap bo'lmasmi dasqa opasa? So'digandek, ha? Shundaroq nima bo'lish kerak. Bular urda va shunami? Bularni aniq nikah taklif bo'lmaydi. Demak, bu yerda ochiq demay, yapti gap qilsangiz siz gunoh bo'lmaydi. Chunki bu ochiq demay bunda darma gap qilsan gunoh bo'ladimi? Deyishning illatini nima zaten? Masalan, xuddi bir qiz bolaga bir odamning umrdagidek bir odat bo'ladi. O'lib ketgan bo'lsa ketchi. Iddat muddatda burun erninki haqqi bu. Erning umrdagidek bir holatin yoki umrdan umr emasga o'tkazish oraliqidagi o'tkazish bosqichi bo'lgan ekan, buni ilgirki erning nimasiga tajovuz qilganlik bo'lishi mumkin. Haqqiga-chu. Agar daftar shu masalan daftardan ayolni ishga chiqib nikah qilish huquq bo'ladimi yo? Ya to'shqanga az bo'ldi, to'shqandan keyin ololmaydigan bo'lib ketmaydi, lekin gunoh qilgan. Aw atnantum fi anfusikum yoki sizlar unda ishorat ya yapti gap qilmabsizlar. Ko'ngilda bilibsizlar. Ko'ngilda arzulab hamda iddat to'shqanchaqda men oson bo'ldi aytib bunda ko'ngil fikr qo'yasizlar. Aw satartum wa admartum fi qulubikum falam tadhkuruhu bi alsinatikum la mawridina wa la musarrihin. Bu kayachan kim bo'ldi? Ağzdan chiqaramabdi. Alimallohu annakum satadkurunahunna. Alloh taolo sizlar odatda ağınla ayollar olub qalsa, çıxım bir gap qilib olasizlar bu to'g'riliq. Bir ifoda chiqdi sizdan. La mahala. Chiqmay qolmaydi. Va la tanfakkuna an nutq bi rag'batikum fihinna. Ularni xohlaydiganliklarini ifodalamay turolmaysizlar. Unda ongan fadkurun. Unda ifodalanglar.
mayli bo'pti. Lekin maxfiy holatda va'dashmanglar debdi. Lakin la tu'adunna sirran. Yani müşahede sırran diye maxfiy holatda desek, hal desekmi bo'ladi shuni. Yoki ularga muhtaç cima qilish, shu jinsiy munosabat nima qilish to'g'riliq va'dalashmanglar debdi men tafsir. Li'annahu mimma yusarru. Chunki bu cima ishlaydigan odatda maxfiy tutilg'ash. Ya'ni sizlar iddatda men sizlar bunday ishni qila olayman deydigan gapni qilmanglar dedi. Yani uning munosabatlik unday gapni chiqarib qolmanglar. Yani nikoh so'zini chiqarmasanlarmi? Lekin o'zingizning anda bir rag'batini ifodalamoqchisizlar. Yaptı gap bilan boshqa bilan ifodalanlar ekan, majinsi mundasan unday gapni ishni chiqarmanglar dedi. Ma tafsirning mazmuni shu. Yoki bunday desak bo'ladi, maxfiy tutishmanglar desak bo'ladi. Uçqashkarimiz qahvalarda, nima so'rinda men sizni olay debdim degan gapni qilmadim bu. Lekin yolg'iz borib, ittidingiz to'ssa, ishkadan to'y qilmoqchimi deb bunda demanglar. Ma ikkinchi tafsirga asosan maxfiy holatda buni tutishmanglar demoqchi. Lekin ash tutishma axir nega chiqdi? Shu bir tarafdan shu jinsiy munosabatga chiqdi. Ash maxfiy gapni shu boshqalarga yo'shirib degan gap. Ayvalloh va annakum tadkuruna degan illati bo'ladi kana. Allah Taala bilgetisin. Yani müşahede hazır. Allah Teala yol koyup verdi. Yani siz günahkar qilmay merhamet qilib, bunu günahkar olib ketdinglar. Bu ishni o'zingizga tutib bulanmaga shu o'g'achqa. Xudda nima deb shunday dedi-ku? Ro'z kechalari masalan, ayollar yaqinga qolgan taqtandan pasakum fataba alaykum. Bu yengil sifatdir. Bu umumul balva bo'lganlikdir. Shuni maxfiy tushunmanglar yoki jima to'g'riliq gap qilsanmanglar. Sir degan odatda jima nimaga ishlatadi. Arap'ın şehirlerde, İmrul Qays'ın şehirlerde mesela. Bunda ibareti şundarak bir. Za'amat fulana annani gayri qadir ala sir. Za'amat fulana annani la uhsinu sir dedi. Yani ben cinsi münasebetden kılanmayı dikenmen dep bunda dep turvaldı diyen. Ya falan karib qapto. Yani bunda gapni qildi İmrul Qays'ın şehri. Yani sir degan cima ma'nosi. Walakin la tu'idunna sirra. Yani cima'an. İlla an taqulu faqat lam qawlan ma'rufa. Şeriat çekilmeydiğen, etiraf kıldıgan chiroyli so'zni qilsang bo'ldi. U bo'lsa, shariat yo'l qo'ygan ish qaysa, ta'rid, lekin ochiq demay, yo'gap deyish. Va illa mutaalliq bila tu'iduhunna. Illa degan shu istisnoda tu'iduhunna bilan chetishlar. Ya'ni de va'dalasanglar, shariat so'z qilinglar. Ay la tu'iduhunna muadaqat illa muada ma'rufa g'ayr munkara. Shariat cheklaydigan va'dalashni qilmanglar. Va la ta'zimu uqdatan nikah. Yani nikahni kesmanda ko'nglini tutmanlar yoki uni bel bog'latmanlar demak. Min azmul amr va azama alay. Min azamal amra va azama alay. Keskin bunda bel bog'lamanlar degan ma'noda. Demak, bu azm degan so'zni ishlatish nikahni tutayotmanlar, nikah to'xtamini tutirishni cheklashdan qattiq mubolag'a bu. Chunki nikah qilmoqchi odam oldi bilan bir niyat qilib, uni plan qilib, undan qilgan bo'lgancha, ko'ngilda ishni tutayotmanlar dedi. Ko'ngilni tutmanlar degani vujudni tutirsanmanlar degan gap. Bu mubolag'a. Lennal azm al-insan yataqaddamuhu mana. Nikahdan ilgari ko'ngliga pukishgan oldin bo'lgan narsa. Fayda nuhiya anhu kana anil fi'l anha. Agar ko'ngliga pukishdan to'sayotgan bo'lsa, u nikahni qilishdan to'sash albatta bor deydi. Bakrak to'sadi. Va ma'nahu va la tajmu aqdatun nikah. Ya'ni buning ma'nosi sizlar nikah to'xtamini qilishga ko'nglingizda niyat qilmanglar degan bo'ldi ekan. Xuddi va la taqrabu degandek. Va la taqta'u uqdatan nikah. Demak, nikah nimasini ko'nglingizda kesayotmanglar demoqchi. Ya'ni haqiqatul azmul qat'. Azm degan so'zning tigi jildiz ma'nosi nima? Kesish. Va min al-hadis la siyama liman lam ya'zim as-siyama min al-layl. Kechidan kesib niyat qilayotmagan bo'lsa, ko'chalar kunduz ro'za hisoblamas degandek. Liman lam yubayyit as-siyam deb rivoyat bor. Shuna Ramazon oyida kechida ro'zasini deb niyat qilish shart dedi Imom Malik qatorliq olim. Ay va la ta'zimu ala uqdatin nikah. Demak, ko'ngillarda nikah to'xtamini qilma deb unda kesib niyat qilayotmanlar deydi. Hatta yablug'al kitabu ajala. Demak, shu iddat vaqti to'shqan qadar unda ko'ngilda tutmanlar. Hatta tanqadi iddatuha. Yani aşağının iddeti to'shqan qadar. Wa summiyatul iddatu kitaban li'annaha furidat bil kitab. Yani shari iddat nima uchun kitob deb ataldi desa, chunki o'sha kitob bilan farz qilingan bo'lg'achqa. Undan keyin nima? Majaz mursal. Yani hatta yablugha tarabbusul maktubu alayha ajalahu.
Demek aş ayolga Qur'onda farz qilingan kutib turish o'zining belgilangan vaqtiga yetganga qadar, ya'ni g'oyasiga yetgan. Va'lamu annalloha ya'lamu fi anfusikum min al-azmi ala ma la yajuz. Yani ko'nglingizni tutsanlarmi, ko'nglingizni Alloh taolo bilib turdi. Buni bilinglar. Undan agah olinglar. Agah olib ko'nglingizda unda tutmanglar. Va'lamu annalloha g'afurun halim la yu'ajilukum bil uquba. Yani halim degan jazolash qoldirmaydigan. Ittaqi ghadabal halim إذا غضب ها mungkin asosida to'y qilmoqlar ishlar degan chiqib ketgan ayolda to'g'ri qilsam unda degan to'g'ri qo'shgan chiqishdi. To'ymi qilmanglar, to'y qilay bo'ldi deb to'y qilishga niyatmi qilyapmanglar ko'nglimda. Ya'ni shu iddat ishida deydi. Iddatdan keyin unda to'y qilman deb niyat qilsang bo'ldi. Hozir boshqa ahkomlarga o'tkib ketdim. Masalan, nazala fi man tallaqa imra'atahu va lam yakun samma laha mahran va la jamaa. Bu ayoliga tek to'yliq bekitmabdi ekan. To'yliqni keyin tutishimiz, muvofiq miqdor berishimiz deb nikoh o'qitibdi. Nikoh o'qitib bo'lgandan keyin taqa o'tkab olib ketishi ilgari, bir yil bo'lishdan ilgarilam bir achchig'iga kelgan bir ish talaq qiladi. Musha ahvolda mushunda oyat tushdi. La junaha alaykum, ya'ni la tabi'ata alaykum min ijabi mahrin. Yani to'yliqni vojib qilishdan sizga bir mas'uliyat yo'q deydi. Yoki gunoh yo'q desak bo'ldi. Gunohdan bir mas'uliyat yo'q desak bo'ldi. In tallaqtum nisa sizlar ayollarni bilolmaylam talaq qilasanglar dedim. Ha? Bilolmaylam talaq qilib o'tib qolsanglar, siz gunoh yo'q yoki to'yliq qilish mas'uliyati yo'q. Qanday chaqda? Bilolmagan taqdirda yoki yana to'yliq bekitmagan taqdirda. To'yliq bekitib bo'lsin bilolmagan bo'lsa. Ya u chaqda unda yerini berish kerak. To'yliq bekitmasa yerini bekitdi. Lekin to'yliq bo'lgan chaqda bir narsa bormisimi? Bo'lmaydi emas. Bilmani ixtilof qiladi. İtlapa, mutavacib muhamasman. Demek veydullah ala cevabihi in tallaqtumun nisa degan o'sha shartken. Talaq qilsanglar, degan veydullah ala cevabihi la junaha alaykum. Xuddi bu nimaga in tallaqtumun nisa fala junaha alaykum demak. Tuanki ahvolda, buniki biz bayon qilgan ahvolda ayolni talaq qilib o'tib qolsanglar, gunoh yo'q deydi. Yoki to'yliq qilish mas'uliyating yo'q deydi. Ma'lum tamassunna. Bu qanday ahvol desa, sizlar billa bo'lib qolmagan. Ma shartiya ay illam tamassuhunna. Demak ulardan jinsi munosabat tutilsanglar deydi. Tumassuhunna Hamzatun va Ali. Hamza va Ali al-Kisai shunda qiraat. Tumassuhunna deb. Ali bo'lsa qiraatimizda Kisai. Hamza shu qarining birisi. Demak o'sha yerda 10 qarining ba'zisini bayon qildim. Yaqub, Abu Amr masalan, Hafs degandek. Haythu waqa'a Haythu vaqa deganimda o'tganda men Qur'onga tamassunna deb ham kasani chiyada tamassunna deb bunda qiraat qildi deb. Lianna al-fi'la waqi'un bayna ithnayn. Chunki bu ish ikki tarafning o'tirib bo'lgan ish. Tamam? Qaysi ish? Jima. Aw tafridu lahunna farida. Yoki ularga to'yliq belgilangan taqdirda jima qilmagan, to'yliq belgilangan ahvolda nikohni o'qitibdi, to'yliq belgilamay bir ishdan jidal chiqib talaq deb bilan qo'yibdi. Nima bunday holda to'yliq bo'lmasin bo'ldi deb. Gunoh yo'q sizga. To'yliq bo'lmasin. Illa an tafridu lahunna farida. Faqat lamda ularga to'yliq belgilab qolsanglar, o'sha jinasi bo'lmasanlar gunoh bo'ldi. Aw hatta tafridu yoki belgilganga qadar talaq qilib mayli gunoh yo'q deb. Va fardul faridati tasmiyatul mar. Demak, bu faridani farz qilish degan nimadan iborat? To'yliqning qanchalik miqdorda ekanligini atashdan iborat. To'yliq ism qo'yish deymiz-ku. Va zalika annal mutallaqa ghayral mawtu'ati laha nisful musamma in summiya laha mahrun. Bunda bo'lashda jinsi munosabat qilmagan, ya'ni yo'tkab ketmagan holatda talaq qilib o'tilgan ayol agar uning to'yliqni bekitib olgan bo'lsa, to'yliqning yerimini oladi. To'yliqni bekitmagan bo'lsa, o'cha to'yliqning yerimini ololmaydi. O'cha mutavajib bo'ldi. Muta degani ko'ngliga yarasha bir narsa berib qo'yish. Bir quruq kiyim degandek, yoki ma'lum bir miqdorda bir narsa berish. Va dalil ala anna al-junaha tabi'atul mahr. Junah degan so'zning shada. Nima uchun biz gunoh demay, to'yliq berish majburiyati deb bunda tafsir qildik desa, ma dalil bo'lmaydi. Mana oxirgi oyatcha va antallaqtumuna min qabla an tamassuhunna faqad faradtum lahunna farida fanisfu ma faradtum degani musha nima hozir dalil bo'laydi. Ashada la junah degani la tabi'a mas'uliyat ya bundan majburiyating yo'q degan bo'ldi deb shu mazmunni tushunamiz deydi. Ma tajibul muta'a degan Hanafi mazhabidagi. Hanafi mazhabidagi. Boshqa mazhabdan emas. Mush mazhabning gapi.
Demek aşında avalda to'liq berish mecburiyeti yok. Yerimini ya bir kısmını berish mecburiyeti yok. Faqawluhu fanisfu ma farattum isbatun lil junah. Mana siz belgilgan to'liqdan yerimini degan so'z bu yerda oyatdagi mas'uliyat yo'q dedigan ayat nafi qilayotgan mas'uliyatni hozir yerim mas'uliyat bor dedi. Unda olki bu ya to'liq berish mas'uliyati ekan, u gunoh degan gap emas ekan. Yoki manda desak bo'ldi. Ashi yaqin kamiga odatda gash talaq qilib o'tib, to'liq bermaslik bu gunoh deb munda qaraydigan ahvol bo'lgan chog'da, ya unda gunoh bo'lmaydi deb, odat gunoh emas, ama gunoh bo'lmaydi deb ma'no hukmni bayon qilib qo'ydi desak. Chunki unda gunoh bo'lib qoldi deydigan qarashga odamlar bor ekan. Oyatda gunoh bo'lmaydi deydi. Ma va fardul faridati tasmiyatul mehr degan gap. Hanafi mazhabida masalan mehrni nima qo'yish farz bo'ladi. Ya, bu yerda faridani belgilash iborat. Bu belgilash qanday? Shu er taraf ayolga manchak berman deb shuni belgilaydi. Shu anda. Masalan, Hanafi mazhabida qo'lga matalan nikoh qilsa mehr ma'lum deb. Tamam. Mehr ma'lum bo'lsa, mehr ma'lum bo'lmasa, nikoh bo'lmamdi ya, mahrim misli bilan avtomatik qaytamdi. Mahrim misli qaytadi. Undan keyin fanisfu ma'farattum degan mishada oyatda gunoh yo'q degan gapni ham yerda yerim bor degan ekan, bu gunoh emas ekan, bu faqatlam to'yliqning gadindiki berish kerak bo'lgan narsa ekan deb tushunamiz. Va matti'uhunna ma'tuf ala fi'l mahzuf taqdiru fatalliquhunna va matti'uhunna. Siz talaq qilib ondan mutabiranglar degan mishada bir talaq qilinglar degan bir so'z bor. Talaq qilsanglar mayli, talaq qilib ondan mutabirasanglar bo'ldi deymiz. Şiyanın bir söz nikah mutlaqatan dal qilam bu. Nikah uchun durust deganlar. Ya, famastamta'tum bihi minhunna fa'atuhunna ujurahunna farida degan. Ma mutayanım. Vaciblarni bağlamda shunda ataplar yerimi gap qo'ymoqlar. Agar damisimi makishning gunohkor. Atap bo'lganda yerimini bermasa ayolning haqqini yeyolgan bo'ldi. Yerimi ayolning haqqi. Yani men manda tushunib qoldim buni. Masalan, Hanafi mazhabida atash faraz, masalan mehrni. Atgan holatda uning yerimini bersa, Mehrni atash farz degan gap yo'q. mehr ma'mul shul. Ya. Va fardul faridati bi tasmiyatil muhabbat. Shu atsa andin farz qilgan bo'ldi shu. Atimiz farz. Atimiz farz qilmadi. Yani bir farz qildi deb bu bizlar shar'iy farzni tushunasa qilmaydi. Ha? Lug'at ma'nosida belgilash iborat bu. Masalan, yo'q shu mehrni aniq qilmasa, To'yliqni belgilamasa bizlar, to'yliqni aniq belgilamasa, bu yerda endi masalan uningga manch pul to'yliq demabdi. bu muta'allim Mehmonni chaqirib, mahum keldi, nikohni o'qitibadi. Manch pul to'yliq demay, nikohni o'qidadi. Nikoh o'qigandan keyin yetkar akitib bo'g'icha kelishmaslik chiqib, achchig'ini keltirolmaysa talaq deyapti. Bo'ldi, uy ketdi. Yerim mahr oldigash yo'q. Azroq bir kiyim bundan 2-4 bir narsa ber. Bundan nikah qilganda mehrini atamaslik atash shart emas ekanda. Shart emas shu. o'tan deb turibdi shuni. Buni ila qeydib turibdi tadim moya bek. Alama taradaya dedi, o chiqmaydi. Ikki taraf razilashgan mahriga deb qo'ydi. Yani neç bulu uqmaylar. Nav tafridu lahunna farida degani, ashunda bekitib qolsanglar, bekitmasanlarmi yana bular o'rda denga chiqizmishadi. Yoki masalan to'yliqni bekitib qolgan ahvolda edi. Bekitmagan ahvolda yana ish joyi tushirdi. Lekin yerimi oldiga yo'q, mutalam oldi. Demak, bu yerda talaq qilib, andin nima qilsanglar, andin mutavirlar. Lekin u belgilab qo'ygandan keyin talaq qilmasanglar mutavirda yo'q. Demak, o'sha fatalliquhunna degani, talaq qilinglar, andin mutaviringlar degan, talaq qiling degan so'z muqaddar bor. Val mut'a qanchalik desa, dir'un va milhafatun va khimarun. Bir ko'nglak, bir purkanja, bir ro'mol debdi. Bu Hanafi mazhabning, boshqalar manchi qo'y yoki mishboqcha menda kiyim deyish mumkin. Alal musi'i qadaruhu. Bayga loyiq, o'zining imkoniyatiga loyiq. Kambag'al o'zining kambag'alligiga loyiq bas bo'ldi dedi. Yani yerda hozir bekitmadi buni. Boy masalan $10,000 berib o'tish mumkin. Ama mana deblar. Hazrati Asammo ayol talaq qilayotgan chog'da 340 kiyim yaratib chiqqan. 300 to kiyim yaratib chiqqan ayollar. 300 to kiyim esa mata'un qalilun min habibin mufariqin deb chiqqan. Yo'qlar binasi yaratibdi. Xalifa yaratgan ekan 300 degan yana oz. İsrofchilik. Dedim ihdahunna qintaran isrofchilikmi? Demak, mishada qadaru degan miqdaru allazi yutiqu. Ko'tara oladigan miqdorda bo'ldi.
Nisbiy ish hamda. Masalan, bir boy var, millioner bu. Millionerga 10 ming dollarga bir qilib kiyim pas qiltavermaydi uni. Lekin ayda bir normal yashayotgan, maosh oladigan bir kadr bor deydi. U 5000 ko'yga bir to kiyim pas bir joy och qoladi. Davoniki uni selishtirmas kerak. Hatta masalan shu odamni aybliq odam balki 1000 ko'yga montagat ko'ngillikni bizni o'zi kiyishi mumkin. Mesela montajını kiymaydi o. Mesela 30 ko'yga normal ko'ngillikni kiydisi urmaydi. O'xshash. Muqtir degan ahvoldan ayta siqilib qolgan, qiyinchilikda o'tgan kishi. Demak, mishada qadruhu deb mushkili jumlada qadruhu deb Abu Bakrdan boshqa ko'p fiqarlari qadruhu deb o'qidi. Demak, bu adir arabning ishki lug'atida, ishki shivestak bir narsa. ولا تجب المتعة عندنا إلا لهذه. Yani bizning mazhabimizda, Hanifi mazhabda mushunda ahvolda andin, yani to'yliqni atmagan, to'yliq kutishmagan, duxli qilishdan ilgari, billolashdan ilgari talaq qilayotgan ahvolda ham mutavajib bo'ldi. Boshqa ahvolda normalligi, ayolni talaq qilayotgan ahvolda mut'a berish mustahab. Imom Malik mishada mustahab deb turgan. Ammo Imom Shafiy har qanday mutallaqiga talaq qilish sababi er tarafidan bo'lgan ahvolda mut'a berish vojib. Ama ayol tarafidan kelib chiqqan bo'lsa bu talaq, ayolda ya ayb bo'libdi, ya boshqa bir xotinlik yaramaydigan bir ayb bor ekan, yoki nushuz bo'lib qoldi masalan. Uyga aparay desa bu qishib ketgan ahvol. Bunda bo'lsa, bu chaqda mutavajib emas. Ammo normal er kishi tarafidan talaq qilingan bo'lsa mutavajib. Odatda to'yliq atımsın, duxliq qilgan bo'lsin, bo'lmasin. İllallati samma laha va tulqat qabla ad-dukhul. Faqatlam to'yliq manchilik deb billolashdan ilgari talaq qilinib ketgan bo'lsa, buni vojib emas ekan. Demak, tafsilotli voqea Imom Shafi'ning mazhabida. Mata'an ta'kidun limat'uhunna ay tamti'a. Yani bu maf'ul mutlaq degandek. Mat'uhunna mata'an demakchi ekan. Ravrisada munda bir mat'ana joyda biringlar degandek. Bil ma'ruf bil vajillati yahsunu fi ash-shar'i wal murwa. Adamgarchilikda, shariatda, ayblanmaydigan holatda chiroyli qaralgan shaklda biringlar. Haqqan shunda bir mata'ni biringlarki bu haqdir deydi. Ya'ni musulmonlarning gadinki vojib bu. Demak, bu vojiblikning nimasi buni? Ya'ni bu vaziyatda mushahadat vojib dedi-ku, bu vojiblikning alomati. Haqqan alal muhsininiga vojiblikning alomati. Muhsininiga alal muslimin aw alal ladina yuhsinuna ila al mutallaqati bit tamti'. Yani musulmonlarga vojib desak mutlu yoki talaq qilingan ayollarga mut'a berish orqali ihson qildiganlarga desak bo'ldi. Va sammahum qabla al-fi'l muhsinin. Anbiyada taqunda mutabamga odamlarga muhsin deb ism qo'ydi deydi. Qavli sallallahu man qatala qatilan falahu salabuhu dedi. Kimki bir dushmandan birisini o'ltirsa, hali bir o'ligini o'ltirsa deydi. O'ltirilgan odamni o'ltirsa deydi. U o'ltirilib ketgan odamni o'ltirmaydi. Keyin o'ladigan demakchi yani. Keyin bu odam o'tayotgan o'lik bo'lib qolgan demakchi. Bi'atbar ma sayakun. وليس هذا الإحسان هو التبرع بما ليس عليه. أما إمام مالك buni mustahab deb turgan. Talaq qabla dukhul, to'yliq bekitmagan, yaqin kelmagan ala talaq qilaversa, mut'a berish vojib emas, mustahab deb turoldi. Mustahab deyishda nima tayanda? Haqqan al muhsinin degan. Muhsin degan so'z ihson qiluvchilarga, ya'ni bu ihson degan vojib narsani qilmasa, bunda xayr ihson bo'libdi mana birotayya deb bundan qilgan narsa. Bu birotayya deb birdan narsa ekan, vojib narsa emas deb turoldi. Undan keyin bu yerda Hanifi mazhab o'zining nimasidan qo'ldatadi, o'zining qarashini. Bu yerga ihson degan so'z o'ziga vojib bo'lmagan narsani xayri ihson qilib berish unni demaydi. Chunki bu yerda bunda vojib, haqqan al muhsin, haqqan degan so'zni ishlatganlik uchun. Lekin bunda deymiz ham. Shu vojibni ado qilganlarmi? Shu muhsinlar shu. Demak, bu yerda vojib ado qilish yo mustahabni, mandub narsani ado qilish deb bunda bir narsaga to'xtalib umumiylik degan so'z ma. Aynan vojib bo'lgan narsani ado qilish muhsinin deyiladi. deymiz. ثم بين حكم التي سمى لها مهرا في الطلاق قبل المس. Hamda yuqorida to'yliqni bekitmaganlarning gapini qilgandi. Qanday bo'ldi deb. Ham to'yliq bekitganlarningkini hozir bayon qilyotdi. Va in tallaqtumuna min qabl an tamassuhunna wa qad faradtum lahunna faridan. Sizlar to'yliq bekitib bo'lib, nikoh qilib oldinglar, to'yliq bekitdinglar. Lekin bilolmasdan talaq qilibdinglar dedi. An tamassuhunna degani an ma'al fi'li bi ta'wil masdar. İkisi bizishib masdar ma'nosida tushunmas. Fi mavdal jar min qabli massikum iyyahunna. Demak, ulardan birga bo'lishinglardan ilgari demakchi. Va qad faradtum fi mavdal hal. Al buki sizlar to'yliq bekitib qo'ygan. Fanisfu ma faradtum illa ya'fun. Musha ahvolda vojib bo'lgani fal vajib alaykum nisfu ma faradtum. Ular berishinglar vojib bo'lgan narsa nima? Yerimini bersizlar.
Aş atagan to'yliqning yerimini berishing vojib. Ya'fun degan so'z erlarga qartami, ayollarga qart. Siğatı muannasmi bu siğat muzakkarmi? Muannas. Lekin ezilishda, o'qilishda o'xshash. Yani ya'fun deb keldi buni. Yuridul mutallaqat demak. Erlarning gapi emas bu, ayollarning gapi. Aş ayollar apu qilayotgan taqdirda bu yerimini bermasanmi, hech nima bermasanmaydi. Bo'ldi, olmayman. Chekanga tinga ol dedi bu. Aslında degan taqdirda o'cha mayli, tanazzul qilsa bo'ldi. O'zining haqqi bu mahar. To'liq haqqi bo'lgan ekan, o'z tanazzul qilish haqqi bor. وأن مع الفعل في موضع النصب على الاستثناء أن يعفون degan mishada an bilan aldı fel keldi. Bu mansub altida. Çünkü illa kelgan ekan, bu mustasna bo'ldi ekan. Kana qila fa alaykum nisfu ma faradtum fi jami' al-awqat. Demak, har qanday ahvolda yerimini berishingiz kerak. Faqat lam ular to'yliqdan apu qilib o'tib sizlarni olmayman degan chaqda bansanım bo'ldi degan. والفرق بين الرجال يعفون والنساء يعفون إشكاليستا mana الرجال يعفون dedik, النساء يعفون dedik. Farq nima? Yezilishda, o'qilishda aynan dedi. Lekin biz ana bunda tushunishda boshqa tushunamiz. Annal vav fil awwal damiruhum dedi. Erlarning damiriga vav. الرجال يعفون deganiki vav bu afal xamsulamda bu bunun damiri ekan. Ve nun alamur raf, yani merfu'un bi thubutun nun degan ma? Merfu bi thubutun nun degan gap shu. Endi an-nisa ya'fun degan so'z, buningdagi vav lamul fi'l deydi. Ya'fu deganiki yaf'al deganiki lam shu. Ve nun damiruhunna ma nunun nusabu. Vel fi'lu mabniyun la athara fi lafzihi lil amil. Demak, bu so'z oldida keyinda qanday nima so'z kelsa, ya'fun deb bir xilolat mabni bo'lib ketgan. Ya'funu qolmaydi. Ya'funi qolmaydi. Ya'funa deb keldi. Aw ya'fuwa, aw yamshi atfulda. Nimaga? Ala mahallihi degan hozir an wal fi'l. Mahall an wal fi'l. إلا أن يعفونا دقة أن يعفونا مش هذا أن والفعل في موضع نصب على الاستثناء ديان إلا أن يعفونا إلا أن يعفوا ديان ديك هذا لماذا مش هذا في محل نصب مش معطوف على منصوب الذي بيده عقدة النكاح خلودا نكاح بغلش حقوق بوغان كام مشمو مشترك هذا وعلى المولود له ديان الذي بيده عقدة النكاح مشمو مشترك من قسمين بيدي عقدة النكاح ما يعني في مذهبتا زوج dedik. Başka mezhepte veli diyişim. Ma ev ya'fu diye man muzakker keldi. Bu muzakker kim? Ermi veli mi? Yani bir mezhep zevj de kardı. Keda fasara Ali radıyallahu anh. Ali'ne azim dedik. Radıyallahu anhu dedik. Ali de bilan koysak bulta qarımı gitti. Ali Kesaiye gitip kaldı. Ve huwa kavlu Sa'id ibn Cübeyr ve Şureyh diye qazi. ومجاهد وأبي حنيفة والشافعي رضوان الله عليهم أجمعين على الجديد الشافعي كما زفش خلطة بو جديد قرشي كان وهذا لأن الطلاق بيده أن نمشي مثلا زوج دغسة الطلاق قلدوغان كشاش زوج ده فكان إبقاء العقد بيده خد أش كلشم نما أين قدر قياش özünün قلد بوغاندك طلاق قلشما قلدا توختمنا فيدا قلشما قلدا والمعنى أن الواجب شرعا هو النصف. Bunun manası hazır. Ya vacip olana toyluqni yerime. Fakat lan ayol mayli bo'ldi, hammani olmayman. Yerimini olmayman deb qalsa mayli. Yoki er tutun bir o'tay bo'ldi. Yerimini olib qilishmay deb hammani bersin mayli. Endi demakchi. Qafaddular edi. Kam qizig'lik qilib bir o'tdi ekan. Ayol nida chiqib qoldi. Ya duxul bo'ldimi? Duxul bo'lgandan keyin bu mehr to'liq vojib bo'lib ketdi. Çünkü onun bedelini hep buldu mu? Eğer ayol yolgan sözler her qanday avazda bo'lgan mayli onun. Mayli. Billi buldu mu? Buldu. To'liqni. Ve inne Malik ve Şafii fil qadim huvel veli mana. İmam Malik'ning mazhabida Şafii ilgari qarashda. Endi jadid shu ko'pincha avval shu hisob bo'lgan ekan, bu qadimdagilar nima qilib yursak bo'ldi. Mavlon velisi razı olsun bo'lmaydi deganman. Yani qizning velisi bo'ldi, yerim to'yliq nima ba'man bo'ldi. Olmaymiz deb bunda desar. Qiz bazma veli razı olmasa bo'lmaydi. Yani qizning roli yo'q dedi bunun. Avval qizning roli yo'q demek. Dedika mesela allazi yedi oqtar nikah. Al-vali deb
Demek aşı oktatını nikahını bağlamaslık koldu boğan kişiken velil mara demekçi. Biz deyimiz ya bu bu. Demek bu çuş koldu boğan kimde? Erte. Bağlaş koldu boğanı er oldu. Kulna huve la yemliku teberru'a bi hakkı sagirati. Biz anda olduğunda bir deyirmez. Mesela küçük bir yeşil boyu etmegen bir kızının toyunu koygan ahvalda. Müşünde bir ahval bolsa bu tanazül kız hakkı bağlamaz yok dedi. Aşılı mı yok dedi müşülı mü? Malik Şafiye fil kadim mi? Bunda hakkı yok dedi. Hazır bu nimbolda matkılıçtı ibaretin. Ecem yada bir yedi oktadın ahvali demeysiz o mesela. Bu tanazül kılalı demeysiz o. Demek tanazül kılanmaydı bu. Yani başka adamın hakkını meyle yitalanı başka adam diyemeydi. Bu bir kıl cinayetten ibaret. Yani biz sana $10,000 vakıya yerleşir. Başka bir adam ammayım oldu diyelim da diyemeydi. فكيف يجوز حمله عليه ondan iken o veli de meldivesi olmadığı adamga apırıp bunda şensakında oldu. Ve en ta'fu en munda avallada sila apu kılvatkinla takvadarlık en yakın değil. Ve en ta'fu mubtada. Onun haberi akrabul takva. Yani afukum en ta'fu diyemem şahada en ma'al fi'l bimana masdar. Yani afukum akrabul takva diyen. والخطاب للأزواج مش هذا خطابنا هنا وأيالله خلوته على سبيل التغليب دينا أرلانا غالب بغالبته خد أرجع خطاب كلامنا خلوته لكن أيالله دات أيال ما فوقلت بولدا أمي من سومي أخشى بولدا أمن بتم برتا يرمن لام أبقلب من داكم ما يدا دبر بس ما تغير أخشى تعفو دقن هذا جمع مفرد تعفوا ولا قلته تعفو ما تعفونا شو ما يعني في مدار نمش زوج جن مش كشلان درمانا وأن تعفو دينا تهم كشلان دردا ذكره الزجاج منا زجاج بو خطاب للأزواج والزوجات الزوجات تجمع أصل ده وفسح قبل ما اسمه أي عفو الزوج بإعطاء كل المهر خير له يعني الكشنا تولقنا بتم برتيا دينا ونمشون يخشى الكشنا ما بولد يرمون ما أمي دينا ونمشون أرلاوشون يخشى ولا تنسوا الفضل سلا aranlardaki bu şu fazla merhamet bu işlerin unutulmanlar. Bir xotun nisa çigen tomasılar. Unda onkin bir reşte bağlangan. Bununla merhamet kılışını unutulmanlar özara. ولا تنسوا أن يتفضل بعضكم على بعض. إن الله بما تعملون بصير فيجازيكم على تفضلكم. Demek Allah Teala sizler kıratgaçtan kürep tuğuç boğandiken sizlerning aşu merhamet qilganligini, meldiv etganligini, alijanam qilganligini bilib turg'achqa sizlarga shunga loyiq Alloh taolami tafaddul qiladi. Sen eshib qo'yarsan, Alloh taolamiz eshib qo'yadi. Siqavarsan, Alloh taolamiz siqoladi. La tuki fayukallahu alayk deganda. Vallohu a'lamu bis-savab. Subhanakallahumma bihamdik, ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka va atubu ilayk.